Ассалаумағалейкум, құрметті тадыркарам қарулар. Осылаймен нәубеттегі ұшырасуымызды өткізіп жатырмыз. Ұшырасуды өткізгенімізден мақсат жұмыссыз fuqarolarning o'z-o'zini bandligini ta'minlash maqsadida bank mahsulotlarining tanishtiruvi, shu orqali daromad deraklarni qayd jardam berdi. So'rovlarınız bo'lsa, men Bag'non mahallasidaman. Barajimiz fuqaroman. Menga qanday kreditlar usuna olasiz? siz жұмыссыз fuqaro bo'lsangiz, bizlarda bankimizda 17 millionga chiqgan biznesga ko'mak degan kreditimiz bor. 4 yilga faizi 25%. 6 oylik imtiyozi bor. 25% bo'lganda erkak odamga 25%, ayol odam uchun 23% bor. 2% skidkasi bor ayol odam uchun. Ondan tashqari mahalla loyihasi degan bor. 20 millionga chekindi. O 20 millionga cheken bo'lganda qaraysangiz, o'z asangiz bo'ladi. 45, 47 miqdorida alsangiz bo'ladi. O 5 yil muddatga beramiz. 23%. 2 yillik imtiyozlar bor. Shu kreditlarni olib foydalansangiz bo'ladi.